Kvartira va yotoqxonaning farqlari. Kvartirada ba'zida darsga borishga erinib uxlab olishing mumkindir. Lekin yotoqxonalar asosan o'qish joyiga yaqin bo'ladi. Shuning uchun bunaqa vaziyatlar ham bo'lib turadi. Ustoz, Abdumannonov, turasizmi? Birinchi pari meni darsim. Bo'ling tez. Kvartirada deyarli hech kimning sen bilan ishi yo'q. Yotoqxonada esa tez-tez yo'qlab turishadi. Bachalar hamma pastga tushsin, katta ko'rsatma majlis qilar ekan. Ta'til va dam olish kunlarini kvartiraga umuman aloqasi yo'q. Bo'ldi, yaxshi yetib olinglar. Sen uyga ketmaysanmi? Yo'q, senlar ketishaver, men bayramda shayda qolaman. Yotoqxonada Diqqat e'lon, barcha talabalar 27-dekabrga qadar o'z uylariga ketishlari shart. Deonami bilan men poyizda 29-ga bilet olganman. 2 kun qayerda yotaman xay. kvartiraning minus tomonlari ham bor. Ertaga kechgacha kvartira pulini to'lamasanglar, davay bo'shatib qo'yinglar, men boshqa odam qo'yaman. Yotoqxonada bunaqa gaplarni deyarli eshitmaysan. Puling qolmagan paytlari kvartirada och qolib ketish ehtimoling juda ham katta. Yotoqxonada esa umuman och qolmaysan. Hamsayalar abid qilyapsizlarmi? Kakas qaynarim yaxshi ko'rar ekanda. Dada keldingizmi? Seni menga yopishmang. O'g'lingizman dada? Hayvon, mana shunaqa soch o'stirib yursan qizlarga o'xshab. Yurma, ambulatoriyaga adang qilaman hozir. Kvartirada har xil xonadoshlaringni qarindoshlari, tanishlari kelaverganidan ko'pincha yotgani o'zingga ham joy qolmaydi. Yotoqxonaga kimdir kelsa, Sardor Qarovor, bu seni o'rtog'ingmi? Ha? Yotoqxonada o'tirmaydi. Nima qilyapti bu yerda? Ha, amaki shunda xonamga kirib chiqaylik. Yo'q, mumkin emas. Men gap eshitaman. Tez chiqib ketsin. kvartirada ishlaringni o'lib o'zing qilasan, yotoqxonada boshqacha yo'llari ham bor. Zari, oq ko'ylagimni yuvib bera olmaysanmi? Mayli. Kechagi ovqatim qanday chiqibdi? Kechagi sho'ra ovqatni aytibdi. Zo'r chiqibdi. Talabalik davrim mening, davronlarning so'risan. Rahmat. Toshkentga ham kelib oldim. Endi joy topsam bo'ldi. Kim bu bola? Ko'zi qora. Menga qara, shaharning qizlari yomon bo'ladi. Ularni o'ylamasdan o'qishingni o'ylagin, tushundingmi? Meni kim deb o'ylayapsan? To'g'ri qol. Alo, Avaz aka. Qishloqdan kelsang telefon qilgin degandingiz. Men keldim. Yo'q, Ha. hozir ko'raman, Xo'p. Avaz aka menga zo'r joy topyapti shekilli. Aytib qo'y, ovora bo'vermasin. Abonent xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Yotoqxona to'lib bo'lgan. Qanaqasiga to'lib bo'lgan? Viloyatdan endi keladi studentlar. Qatdan joy topib beraman. Ten bo'l 2 kishi ekansizlar. Ha? Faqat oila qo'yaman. Shunda hozir uylanib kelishim kerakmi? Ha, xavotir olmang, joy topdim. Sal torrog'u, lekin yo'lda bo'yida. Hurmatli fuqaro, bu yoqda yotish mumkin emas. Hujjatlarni ko'rsatib yuboring. Bitta o'zingmi? Ha. Bo'lishi 400 ukam. Ha, bo'ldi, so'mmi? Dollarmi? Aka, menga Tashkent Citydan Hiltonning eng tepasidan bo'lish shart emas. Mana ukam, Yevro remont. Bunaqasini hech qayerdan topa olmaysan. Metroga ham yaqin, atiga 17 ta bola turadi, bo'ldi. Ikkita kartoshka yetadimi? Yangi bolami? Qalaysiz ukam? Ne pichirlab gaplashyapsizlar? Oycham! Pishdi, hozir bilasan nimagaligini. Bu nima shovqin? Senlarni dastingdan tinchlik bormi, yo'qmi? Hammangni ustingdan yozaman, jalbi qilaman. Тоже мне. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.